Bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurishgan. Vrachimiz Doniyor aka Ibragimovich. Bu operatsiyadan oldin bemorning holati qanaqa edi? Tiyishga qiynaladigan, quvug'ida qoldiq deyib qolib ketadi. Kechasi hojatxonaga 3-4 marta boradi. Yaxshi uxlamaydi. Kunduzi kuni ham peshobda, ya'ni o'sha siylikni bosimi pastligi, o'zini qoniqtirmasligi, qo'pol qilib aytganda oyoq tagiga tushadi-da yoki unitazga sachraydigan bo'ladi. Napor juda ham past bo'lib ketadi. Napori juda ham past bo'ladi. Siygandan keyin tomishlari bo'ladi. Siylikni yaxshi tutib tura olmaydi. Har xil klinikasi juda ko'p bo'ladi. Mana shu peshobdagi muammolarda tunda chiqib siyishi yoki hojatxonaga kirib bo'lgandan keyin yana tomchilab turaverishi yoki shu siyishdagi naporni pastligi shunaqangi shikoyatlar. Mana hozir bemorimiz o'zlari uyg'oq holatda monitordagi operatsiya jarayonini kuzatib yotishibdi. Faqat og'riq bo'lmayaptimi? Og'riq yo'q. Bu operatsiya so'rashadi, jinsiy tomonga minus o'zgarishlar olib kelmaydimi? Odamning jinsiy hayotiga deyishadi. Shu haqida ham qisqacha gapirsangiz. Aynan bu operatsiya. Yo'q, aynan shu operatsiya jinsiy hayotiga hech qanaqangi o'zgarish olib kelmaydi. Nabarot yaxshilashi mumkin. Agar adenomani olib tashlasa, u keraksiz to'qimada organizmdan o'sib chiqqan keraksiz to'qima prostata bezi qoladi-da, shuni tushunish kerak-da. Prostata bezini olmaymiz. Prostata bezidan o'sib chiqqan adenomasini olib, shu siydik yo'liga o'sib chiqadi erkaklarda. Shuni olib qo'yamiz bemorda, shunday adenomani o'zi olinadi va bunda nafaqat peshobni tiklanishi, hattoki urug' kelishini ham tiklanishi hech qanaqangi salbiy oqibatsiz. Jinsiy quvvati yo'qolmaydi. O'zi bu odamlarda bunaqa savolni paydo bo'lishiga qandaydir asos bormi? Oldingi metodlarda qandaydir minus tomonlarga o'zgarish bo'lganmi odamlarda? Endi oldingi metodlarda uni gapirsa, agar u oldingi metodlarda odamlarni yashab qolishni o'zi ham qiyin bo'lganda, nafaqat u konkretni ilgarigi biz kesib qilgan operatsiyalarda o'zimiz ham ko'p qatnashganmiz. Sababi texnologiyalar bunaqa rivojlanmagan, texnologiyalar yo'q paytida shu kesib qilingan, albatta u kesib qilingan operatsiyalarda bemorlarda o'zini o'lim ko'rsatkichi ko'p bo'lganda u operatsiyalarda. Hozirgi kunda deyarli u operatsiyani hech kim qilmay qo'ydi, Xudoga shukr. Texnologiyalar rivojlandi. Bu operatsiyalarda hattoki o'zi odamni yashashi ham qiyin bo'lib qolar edi-da. Shuning uchun shuni bizni yoshi katta odamlarimiz ko'p ko'rganda, yoshi katta odamlar mana shunaqa trubkada qolib, operatsiyadan keyin qiynalgandi. Hozir o'sha qiyinchiliklarni eshitib, mana operatsiyalarda ham qiyin deb o'ylaydi biz odamlarimiz. Lekin bu operatsiyalar o'sha qiyin emas. Texnologiyalar yaxshi rivojlangan. Mutaxassislar juda ham bor. Hozir kerak bo'lsa, juda ko'p mutaxassislar tayyorlanyapti. Inshaalloh qayerda bo'lsa ham mana shu lazer yordamida aynan oldirsa, prostata bezida qoldiq to'qima qolmaydi. Shu haqida gaplashib turadigan. Inshaalloh. Inshaalloh. Mana texnologiya rivojlanganini mana video orqali ham ko'rib turibmiz. Bemorni o'zi uyg'oq holatda monitorga qarab nima bo'layotganini o'zi ko'rib turibdi. Bu o'zi katta yutuqda, hech qanaqa og'riqlarsiz, hech qanaqa qo'rqishsiz operatsiya o'tkazish. Doniyor aka, bu adenoma taxminan necha yillik? Bu adenoma taxminan 10-15 yillik adenoma. Grammi 100 gram, 110 gram atrofida. Bez to'qimasi yopishgan. Lekin adenoma juda ham chiroyli holatda ajralyapti. Operatsiyasi bemorda juda yaxshi bo'lyapti. Taxminan operatsiyani boshlaganimizga 20 minut, 25 minut bo'lib qoldi. Bu operatsiyani afzalliklari qanaqa bo'ladi, Doniyor aka? Bu operatsiyada mana ko'rib turgandek bez to'qimasi to'lig'icha olinadi. Hech qanday atrofda yoki prostata bezida qoldiq to'qima qolmaydi. Ya'ni 100% lik davo usuli hozirgi kunda mana shu. Bu yengil bemor bilan bemor gaplashib turgan holatda qilsa bo'ladigan. Bu qoldiq qolmasligi bemorga yana qanaqa afzallik beradi? Misol qaytalanishi, qaytalanmasligiga ham ta'sir qiladimi? Ha, albatta, aynan shunisida shu qoldiqni qolmaganligi bemorda bu kasallikda qaytalanmaydi deganidir. Bu degani bemorda faqat bitta narsa hozirgi ko'p haligi mana internetga, YouTube'ga qo'yganimizdan keyin bemorlarda har xil kasallik borda, siydik yo'ldagi kasalliklari bor, siydik yo'lning torayishi bor, chandiqli kasalliklari bor yoki neyrogen kasalliklar borda, u bilan adashtirib qo'ymaslik kerak. Agar prostata bezini adenomasini o'zi bo'ladigan bo'lsa, mana shu davolash usuli 100% hech qanday qayta to'qima qolmaydi hamda shu kasallik bilan hayoti davomida qayta og'rimaydigan operatsiya hisoblanadi. Agarda faqatgina shunaqangi adenomani o'zi bo'lsa yoki siydik yo'lida
yoki neyrogen sababli yana boshqa kasalliklari ham bo'lsa agarda bemorda, unda u bir kunda emas, qanchadir vaqt mobaynida uni o'sha to'g'ri diagnoz qilib, to'g'ri davolasa, albatta uni ham davolasa bo'ladi. Keyin bu YouTube videolarimizni kommentariyasida ko'p yozishadi. Men ham oldin lazer qildirganman qayerlardadir, lekin yana qaytalandi deyshadi. U lazer bilan bu lazerda qandaydir farqlari bormi? Uni qanday ajratib olsa bo'ladi yoki vrachdan so'rab bilish kerakmi? Yo'q, agarda lazer bilan operatsiya qildirgan bo'lsa, u qaytalanmasligi kerak. Endi ani xalq tilida CDG yo'lidan kirib, ana tur degan operatsiya borki, shuni ham ko'pchilik lazer deb o'ylaydi-da. Ba'zi doktorlar ham shu lazer deb qo'ya qolsa kerak. Lekin yo'q, aynan lazer deganda bu yuqori kuchlanishli lazer bo'lsa va xirurg, opitni xirurg bo'lsa, hech qanaqangi qonliqda o'qima qolmaydi. Bu kasallik agar adenomani o'zi bilan kasallangan bo'lsa, bir kunda shifo topadi. Hattoki больницада yotmasdan ham davolash mumkin hozirgi kunda. Endi Doniyor aka, sizni ozgina hijolat qilamiz, chunki endi odamni o'zi haqida so'rasa, yo o'zini maqtashga to'g'ri keladi, yo o'zini yomonlashga to'g'ri keladi. Sizni qanchalik opitingiz bor, necha yillik yoki nechta operatsiya o'tkazgansiz bu sohada? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Ha, ben 2018-yildan beri mana shu amaliyotini 18-yildan beri qilamiz, ya'ni 7-yil lazer xirurgiyasi bilan shug'ullanishimiz. Shundan beri minglab bemorlarda operatsiya qildik, minglab, 10 ta 100 ta emas, minglab bemorlarda operatsiya qildik. Endi bunaqangi opit bilan o'zi aslida shunaqangi operatsiyani 50 ta qilsa, shu odam shu operatsiyani biladi deb hisoblanadi-da. Qilsa bo'laveradi. Agarda 500 ta qilsa, shu operatsiyani 500 tadan keyin uni oladigan opit qolmaydi-da. Demak, hamma o'sha mana shu turdagi operatsiyani, prostata bezni adenomasini lazer bilan davolashda agar 500 ta opiti bo'lsa, ekspert hisoblanadi shu sohada. 500 marta qilganda yoki unga o'rganadigan bu operatsiyada o'sha deyarli hamma qismini o'rganib bo'lgan bo'ladi. Deb hisoblanadi. Butun dunyoda shunday. Orqangizda turgan vrach akalarimiz haqida gapirsangiz, bular qayerdan, sizdan shu operatsiyani o'rganishyapti? Xudoning fazli bilan shu operatsiyani qo'limizdan kelgancha o'rgatyapmiz. Sababi bunaqangi operatsiyalar juda ko'pchilik odamlarimizga kerakligi uchun, birinchisi, ikkinchisi bu operatsiyani o'rganish qiyinligi uchun kadrlarni o'zi yetishmaydi-da. Ba'zi ko'p katta viloyatlarda ham shu operatsiyalar qo'yilmagan. O'zbekistondagi ko'p joylarda o'sha bu sohalar yaxshi rivojlanib kelyapti, lekin boshqa mana o'tirgan orqadagi yigitlar Qirg'izistondan shogirdimiz bor hozir, Bishkek shahridan. Yaqinda safarga ketaman deyapsiz. Shu oy oxirigacha keladiganlar ertaroq aloqaga chiqsa, shu video ostidagi nomerlarga. Inshaalloh. Ha, duo qilib tursalaringiz. Inshaalloh mana Doniyor akamiz shu oy oxiriga safarga chiqib ketadi. Agar shu safar oldida tekshiruvlarga kelib, o'zinglardagi xulosalarni olmoqchi bo'lsanglar, shu video ostida nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollarga javob olsanglar bo'ladi. Va operatsiya qildirmoqchi bo'lganlar yoki o'zidagi holatni operatsiya qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, shunaqa holatni bilmoqchi bo'lganlar ham ertaroq harakat qilib murojaat qilishidan so'rab qolamiz. Shu kabi shunga o'xshash operatsiya videolarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, shu YouTube kanali ichiga kirib, boshqa operatsiya jarayonlarini, operatsiyadan chiqqandan keyingi bemor fikrlarini ham ko'rishinglar mumkin. Barchasi ochiq, oydin kanalga qo'yilgan. Va albatta sababchi bo'lib qolasizlar, aynan shu dard bilan qiynalayotgan tanishinglar bo'lsa, shu videoni WhatsApp yoki Telegram orqali tarqatib, ularga jo'natib qo'ysanglar, sababchi bo'lasizlar va ularni shifo topishiga yordam bergan bo'lasizlar, xudo xolasa. Rahmat e'tibor uchun.